qandli diabet birinchi tur bilan bemor qizimiz o'tiribdilar. Qandli diabet bu insonni kasal, nogiron yoki boshqa insonlardan o'zgacha inson degani emas. Qandli diabet bu shu kasallik bilan sog'lom odamdagi yashash mumkin degan tashxis. Bu tashxisi bor insonlarda ko'pincha turmushga chiqish yoki uylanish haqida savollar tug'iladi. Bular ham xuddi sog'lom insondagi, ularga bemalol turmushga chiqish, oila qurish, farzandli bo'lish hamda har bitta insondagi chiroyli va mazmunli hayot kechirish mumkin. Lekin ularda bitta narsa, qondagi qandni doim kontrol qilish kerak bo'ladi. Qondagi qandni to'g'ri kontrol qilish uchun hozirgi kunda yangi uskunalar mavjud. Ya'ni uskunalar yordamida kichkinagina tangadekkina narsani badanga qotirib qo'yiladi va bu sizga ba'zilari 14 kun davomida, ba'zilari 28 kun davomida qondagi qandni tekshirib turiladi. Siz qanaqasidan ishlatasiz? Hozir u telefoningizga javob beradimi? Telefonim o'ziga transmitter emas, telefonim o'ziga o'ylaganman. Tak, mana 28 kun перезапустить qilingandan keyin juda ham zo'r. Nimaga? Chunki 10 dan baland bo'lsa ham sразу signal beradi, 3 dan past bo'lsa ham. Yana eng qulayli tarafi kuni bo'yi kuzatib turiladi, grafik bo'ladi. Va 3 oylik sahri ham o'zini xotirasida ushlab turadi. То есть 3 oylik informatsiya telefon o'zida turadi. Qachon, qaysi paytda sahr qanaqa bo'lganligi. Menga juda ham yoqadi Libra. Молодец. CGM monitorlarni yaxshi tomoni uskunani qondagi qand nechiligini, bolani holatini ota-onasining telefoniga yuborib turadi yoki shifokor telefoniga yuborib tursa ham bo'ladi. Ya'ni agar bola qorni och bo'lsa va u jismoniy tarbiya darsida bo'lsa, qondagi qand tushib ketayotgan bo'lsa, ota-onaga signal keladi, bolani qondagi qand tushib ketyapti deb. Ota-ona bemalol o'qituvchiga telefon qilib, bolamga shokolad yoki konfet berib qo'ying, qondagi qand o'zgaryapti deb aytsa bo'ladi. Bu uskunalardan foydalanishda qandli diabet birinchi tur bor insonlarga, bolalarga va o'smirlarga maslahat beraman.